4 metrga, balandligi 275 cm bo'lgan navbatdagi vitrina oshxona mebelimiz tayyor bo'ldi. Mana mebelga qaraganda o'ng tomoniga moyka semisitel musul paqir tepasiga sushilkalarni o'rnatib berganmiz. Materiali akril material, mexanizmlari vakuum, chekalari rezina mikronki. Taxtagacha moykani ichidan chiqadi, bonus sifatida. O mebelimiz rangini kashmirga oqdan kombinatsiya qilib foydalanganmiz. O'ng tomonida finali bor. Katta idish tovoqlari bemalol tushaveradi. Ichi ham chuqur. Stolishnichalari to'rli, rossiyskiy qalindan bo'lgan, orqalari granit. Moykani yoniga mana 4 ta tortma g'aladon qo'yganmiz. Ichlariga qo'shib poddonlari ham bor, mexanizmlari vakuum. Mebelga qaraganda chap tarafiga gaz bilan vitichkasini joylaganmiz. O'rtaga turetskiy profildan foydalanganmiz. Gazdagi duxovka qo'ysa ham bo'laveradi. Alyuminiy profilli ichida polkalari ham oynali bo'lgan. Kimga shunaqa sifatli mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Kashmir laminatga oq kombinatsiya o'qiyamiz. Keyingi videolarimizga bitta seriyaga oqi ham bor. Bu ishimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Keyingi videoga shuni qo'yamiz, xudo xolasa. O'ng tomonda finalni polkasini olib borsa, mana propan balonga ham moslashaveradi.